Yo'q, sen kuchugini bolasi. O'chir ovozingni. O'chir dedim. Kim yo'q? Ay, oy qulog'im uzilib qoladi. Ay, O'chir ovozingni dedim. ay, O'chir ovozingni. Singlim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Poliglot o'quv markazimizga xush kelibsiz. Sizda ingliz tili kurslari bormi? Men bu kuch o'rgatish kerak-da. Andiq o'qiysanmi? Qarang, singlim, shu go'shi sizlarniki, siyagi biz urib ketsalaringiz ham mayli. Ikkiga o'qiyapti ingliz tilidan. Bitta kurslaringizni shu sizlar ko'rsatasizmi bizga? Yuring, rahmat. Yur, men bu yoqqa oldiga tush. Bolajonim, yur, o'rganishing kerak-da, o'qishing kerak-da, понимаешь? Я не хочу учиться. Bolajonim, o'qishing kerak. Bolajonim, ingliz tilini o'rganmasang, ertaga kim bo'lasan? Ertaga bakalavriatga terib yurishingga to'g'ri keladi. Yur bu yoqqa. Zачем нужно? Assalomu alaykum. Poliglot o'quv markazimizga xush kelibsiz. Singlim, yaxshimisiz? Qarang, singlim, bizga ingliz tili kurslari kerak. Faqat bolam juda ham nozik, hozirgi bolalarni bilasiz. Bizga shu ingliz tili kurslari faqat urushmasdan, baqirmasdan, hammani oldida kamsitmasdan kerak. Bo'lmasa bu psixologik travma bo'lib qoladi. Va qarang, mana bu suv, ujinlarni magazinlardan olib yurmasin. Bu faqat suvni Himolay tog'laridan olib kelish kerak bunga va har kuni o'tirib ishlash kerak bola bilan. Tushuntirib, urushmasdan tushuntirib bu bilan o'qish kerak, chunki bu shu psixologik travma bo'lib qolishi mumkin-da. Shundan bitta bizga ko'rsatasizmi? Yuring.